Alaykum hurmatli do'stlar, birodarlar. Navbatdagi darsligimiz задержка relay времени, ya'ni vaqtni kechiktirib turib qo'shish yoki vaqtni kechiktirib turib ajratish relesi haqida bo'lib o'tadi. Ushbu relay himoya vositamiz ma'lum bir qurilmada vaqtda ishlash davomida dvigatellarni yoki qanaqadir isitish pechlarini ma'lum vaqt mobaynida ishlash muddatini kechiktirib berib turib, keyin tushirishga xizmat qiladi, kechiktirib turib, keyin qo'shish uchun xizmat qiladi yoki qanaqadir stanok turibdi, 3-4 dvigatel ularni ketma-ket ishga tushirish uchun xizmat qilishi mumkin. Uni mana o'sha ustidagi buragich orqali amalga oshiramiz. Ularni ulanish sxemasiga keladigan bo'lsak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. 1 bilan 9 vaqt orqali boshqariladi, ya'ni bular hozir ustidagi buralgan vaqt orqali masalan ko'rsatilgan bu yerda 0 dan 120 sekundgacha, ya'ni 120 sekundga qo'yilganda 120 sekund mana shu vaqt oralig'ida puskatel qo'shsa qo'shmasa yopiq turadi, ya'ni zanjirimizdan tok oqib turadi. Ya'ni puskatelimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu puskatelimiz tortilib turibdi deb tasavvur qilamiz, ishlab turibdi. Bu relayimiz bunga buyruq beryapti, komanda qilyapti. Qachonki biz bunga kuchlanish uyg'otganimizda, misol uchun vaqt sanab turib 120 sekund ichida buni ajratadi, ya'ni dvigatel o'sha bu holatda dam olyapti. Yoki teskarimchasiga bunga qurilmaga kuchlanish beramiz, puskatelimiz sirazi ishga tushmaydi. Vaqt sanab turib ishga tushirib berish kerak. Ya'ni yonida bitta kattaroq dvigatel bor. Uni plavniy pushka qilib o'tkazib olib, ya'ni liniyaga ikkita dvigatel bittada перегруз qilib nagruzka qilmasligi uchun, talchuk qilmasligi uchun ketma-ketlik bilan ishga tushirib olishda mana shu vaqt relaydan foydalansa bo'ladi. Faqat endi bularni katushkasi juda kichkina, to'g'ridan-to'g'ri yuklamalarga foydalanishga tavsiya etilmaydi. Nominal toki 5 amper, nominal напряженияsi 250 voltgacha ekan. Istochnik o'zi 220 da ham ishlaydi-yu, nominal 250 voltgacha ekan. Prime brendiniki ekan. H3Y HZY modelimi xullas shunaqa. Yana undan tashqari bu yerda 5 bilan 9 kontakt bor. Bu o'sha boyagi 1 dan 9 gacha doim berib turadi. Kuchlanish berilganda vaqt sanab turib mana shu 5 bilan 9 orasida bir ko'prik hosil qiladi. Ya'ni siz masalan puskatelingizni katushkasi ketgan signalingizni 9 ga berib, ya'ni kuchlanish berib turib 5 dan chiqqan kuchlanishni puskatelingizni katushkasiga beradigan bo'lsangiz, vaqt sanab turib keyin qo'shish uchun xizmat qiladi. Endi undan tashqari buni signalli qilib ishlatish ham mumkin. Har xil holatda keladi. Ya'ni buni aynan 220 mana bu kontaktlaridan 220 volt o'tkazish mumkin degan joyi yo'q. Ya'ni diskret signallar, ya'ni chistotniklardan kelayotgan diskret analog signallarni mana shuni kontaktlari orqali amalga oshirish mumkin. Hozir mana orqasi kontaktlarni ko'rsataman. Mana shu ichidagi kontaktlarida mana shu misol uchun mana shu 9 bilan 1 orasiga aynan 220 emas, 5 volt, 12 volt, 3 volt misol uchun 3 volt bersangiz, bu yerdan yo'qdan 3 volt o'tib ketyapti. Endi 380 bermaysiz, 380 bu streshniy bitani bo'lib qoladi. 220 volt beryapsiz, ya'ni faza beryapsiz, faza chiqib ketyapti. 12 volt beryapsizmi, 12 volt chiqib ketyapti. Faqat qachonki bu relayimizni ishga tushsa yoki ishga tushmagan holatdan o'tkazadi, ishlatgan vazifasiga qarab. Faqat bitta narsani aytib o'tishim kerakki, buni oqib o'tayotgan tok kuchini nazorat qilish kerak. Ya'ni bundan oqib o'tgan nazorat qiluvchi tok kuchimiz keskin oshib ketadigan bo'lsa, bu kuyadi. O'shaning uchun buni o'rtada diskret signal tashuvchi deb xizmat qiladigan deb o'ylaydigan bo'lsak, undan chiqqan signalni
bu orqali emas, buni yana qaysidir komandaga buyuruvchi qilib jo'natish mumkin. Masalan, pромежуточный relay orqali yoki puskatellar orqali. Endi uni sinov qilib tekshiramiz. Hozir bizlar testerimiz o'chiq turibdi, faol holat tayyor turibdi. Qo'shganimizda mana prozvonka holatiga o'tdi. Ya'ni hozir bizlarda bu 1 bilan 9 bilan zamkni turibdi. Mana hozirda sxemada agar ko'rinsa ko'rsataman mana. 9-kontakt bilan bog'lanish bor bu. Hozir yorug'lik ko'rinyapti yaxshi. Mana 9 bu yog'ida 1 da turibdi. 1 da turibdi. Endi hozir biz bunga kuchlanish beramiz. Kuchlanish berganimizda vaqt sanab o'chiradi. Vaqtni ozgina cho'zib beraman. Tak, qo'shdik. Vaqt sanadi, o'zi uchdi. Ya'ni bu holatda hozir nima bo'ldi desa, bu liniyamiz ajratildi, bu liniyaga o'tkazib yubordi. Ya'ni hozir mana bu kontakt bilan bu kontakt orasida zanjir hosil bo'ldi. Ya'ni bu qaysi kontakt? Bizlarda 1 bilan 9 bog'lanish bo'lib turadi. Endi 9 bilan 5 kontakt bog'lanyapti. Ya'ni buni amalda ham hozir tekshirib ko'rishimiz mumkin. 9 ajratmaymiz. 5 o'zini ajratganimizda mana hozir yana bir ko'rsataman. Mana hozir birinchi kontaktdan 9 bilan bog'lanyapti. Endi buni 1 ga o'tkazamiz. Kuchlanish yoqamiz. Kuchlanish yoqqanimizda 5 ga o'tib ketyapti. O'sha 1 da yo'q mana. 1 da yo'q. 5 dan chiqyapti o'sha. Bu nimadan dalolat beradiki, kuchlanish oqimini ma'lum vaqtlar oralig'ida nazorat qilish, ya'ni kechiktirib qo'shish yoki kechiktirib turib ajratish. Faqat buni mana bu strelka orqali boshqaramiz. Buni ko'proq averlarda ham qo'llashadi. Reverse zvezda delta sxemalarda ham adashmasam qo'llaydi bu sxemani. То есть vaqt relayni. Buni ya'ni kod turlari ham bor. Kodda modellarini ishlatganmiz, qo'llab ko'rganmiz. Xullas, bu darsimizda tushunchaga ega bo'ldinglar deb o'ylayman. Ochiq yopiq kontaktlarning roli haqida ko'p shogirdlarimiz so'raydi. Ya'ni avtomatikada nimadan o'rgansam bo'ladi deb. Avtomatikda eng boshlang'ich qiymat bu NC-NOlarni tushunish, ya'ni NOga kuchlanish berganda holat qanaqadir o'zgarishini tushunchaga ega bo'lish kerak. Ya'ni hozir mana shu puskatelni ham bosganimizda NO turibdi, NCga o'tadi. Ya'ni zanjir berk bo'ladi. Zanjir berk bo'lgan paytida bundan tok oqizish mumkin. Ya'ni bu вторичный sep deymiz. Ya'ni boshqaruv sepini bloklash uchun yoki diskret signallarni ishlatish uchun, ya'ni masalan, yoqdan faza berdik yoki diskret signal berdik, chiqqanidan keyin lampa qo'yib qo'ysangiz, masalan, puskatlar ishga tushganligi haqida ogohlantiruvchi lampalar yonishi mumkin. Yoki buni yonida agar yana qo'shimcha NC kontakti bo'lsa, masalan, uchiq turgan paytida NC NCligicha holat turadi, lampa yonib turibdi. Ya'ni bu dvigatelimiz dam olayotganini ko'rsatyapti. Puskatelimiz ishga tushganda NC NOga o'tadi, ya'ni lampamiz uch holatdan yo'q holatga o'tganligini ko'rish uchun NOdan o'sha kontaktdan tok oqishni boshlaydi. Buni ham xuddi shu mana NC NO, faqat bunda vaqt orqali NC NOni boshqarayotganini kuzatayotganligimiz mumkin. Bundan tashqari endi relaylarning turlari juda ko'p. Ularni misol qilib keltirsak, tugamaydi, chegaralanmagan. Shuning uchun ularni o'rganish uchun birma ketlikda ishlatib, o'rganib chiqaveradi. Birdan o'rganib ketilmaydi. Mana bu yerda ham hozir bu temperatura, влажность boshqaradigan kontrollerimiz. Mana NO, NC kontaktlari bor. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? Bu yerda hop, agar biz 13 ga kuchlanish beradigan bo'lsak, 14 dan chiqib turadi. Temperatura oshib ketadigan bo'lsa, 12 ga o'tkazishini ko'rsatyapti. Faqat bunga endi bizlarning ishlaydigan qurilmamiz puskatel bo'lgani uchun yo 9 dan yo 8 dan 13 ga shlefni olamiz. 14 dan chiqib ketadi. 12 ga signalni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bularni tarjima qildiradigan bo'lsak, harorat datchik ulanishi haqida ko'rsatib o'tadi. Mana boyaga aytgan puskatelimiz. Puskatelimizda mana NC turibdi, NO turibdi.
NC kontaktida kuchlanish berilmaganda o'zini yopiq holatini saqlaydi. Kuchlanish berilganda NC enoq holatiga o'tadi. Ya'ni berg zanjir deb tushunamiz NC kontaktni. Berg zanjirga kuchlanish berganda ajratadi. Ochiq zanjirga kuchlanish berganda yopiladi. Silovoy kontaktlar ham shunaqa. Ochiq kontakt hisoblanadi, enoq kontakt hisoblanadi. Kuchlanish berganimizda NC kontakt, ya'ni berg zanjiriga o'tadi. Ustidan yuklama oqizish mumkin. Mana bu yonidagi ikkita NC enoq kontaktlar har doim bilingki, bunga silovoy nagruzka, ya'ni katta yuklamalarni ulash mumkin emas. Bu faqat vtorichka uchun. Sababi o'sha aytgandek, diskret signallarni ko'rish uchun yoki xavfsizlikni mukammal himoyalash uchun qo'llanadi. Ya'ni samopaxvat sxemalarda qo'llash mumkin enoqni. Bunda NCni puskatlar orasida sxema blokirovka qilib ishlatishda ishlatiladi. Ya'ni bu ishlab turgan paytda ajalmay qolsa, buni qo'shilib ketmasligi uchun o'zini NC kontaktidan buni katushkasiga berib qo'yiladi. Bu aytganimdek, kuchlanish qachonki ajalsagina bu NC shuni tok o'tkazishni boshlaydi bunga. Ajalmasa NC enoq holatda o'tgani uchun buni puskatilga katushkasiga tok bormayapti. Puska bosganingizda ham masalan ikkita aver o'rtasida bo'layotgan sepni qisqirtlashuv bo'lmasligi uchun xizmat qiladi. Faqat avtomatikani birinchi o'rganishda asosiy omillardan biri bu tester bilan ishlashda tok kuchi, kuchlanish, quvvat, qashlikni yaxshilab tushunish, NC enoq va prozvonkani yaxshi tushunish kerak. Liniyani prozvonkasini. Hadeb mana bu sxemani tushunmasanglar ham, bundoq qarasanglar, kuchlanish qiymati ko'rsatilgan, mana ko'rsatyapti. O'zgaruvchan kuchlanish belgisi. 13 bilan 14 ga kuchlanish bersan, lekin kuchlanish qiymati qanaqa? Mana yozib qo'yibdi 220 volt. Demak, biz bularni katushkasiga 13 bilan 14 ga mana 13 14 13 bunga 220 volt berganimizda zanjir holatini tekshirish uchun mana bizda testerimiz bor. Tester bilan tushunmay qolsak, kontaktlar qaysi birida orag'ida chiqish bo'layotgan bo'lmayotganligini aniqlab olsak bo'ladi. Bularni ustida tok oqmaydi. Bunda ham faqat katushkasiga tok berishdan oldin katushkasini kontaktorlar bo'lsin, xuddi puskatlar, mana bunaqa batareyalar bo'lsin, sxemasini o'qib chiqish kerak. Bunda masalan yozilgan mana. Xo'p, 230 volt 50 Hz. Bu narsa nimaniki? Bu o'sha ichidagi induktiv g'altagini ya'ni mana shu magnitda tortadigan ichidagi kichkina induktiv g'altagiga anaqasi nima deydi? Ozuqaviy qiymati, ya'ni kuchlanish qancha berish kerakligi haqida ma'lumot. Ba'zilarda kelishi mumkin. Mana bunda ham ko'rsatilgan 220 volt 50 Hz. Ba'zilarda kelishi mumkin. Mana shu 380 bo'lishi mumkin, 24 volt bo'lishi mumkin. Demak, siz mana baribir bilan aytdiki 230 volt emas, o'sha 380 yoki 24 volt ulashingiz kerak. Faqat olayotganingizda yoki bir qaysidir qurilmachida ishlab nozik holatga kelib qolgan kontaktlar almashtirayotganingizda mana shu joyga ahamiyat berishingiz kerak. Chunki hamma qurilmada ham 220 volt bo'lmasligi mumkin, 380 volt bo'lishi mumkin yoki 220 volt, 36 volt, misol uchun 24 volt. Buni sira almashtirib tashlay olmaysiz. Hozir buni ekspluatatsiya qilishda ko'rish kerak, qaysidir buni o'zini katushkasi ketib qolgandir, katushkasini o'zini almashtirish yetarli bo'lar. Silovoy kontaktlari yaxshi bo'lsa, ochib turib, induktiv g'altagini o'ziga tushgan induktiv g'altaga almashtirasiz, yana ishlashni davom etadi. Faqat agar usti kontaktlari ham yaroqsiz holatga ketgan bo'lsa, o'sha umumiy almashtirishingizga to'g'ri keladi. Bugungi darsimiz sizlar uchun manzur bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalimizdan uzoqlashmang.